Ichak devorini yemiruvchi, immunitetni zaiflashtiruvchi, surunkali yallig'lanishni keltirib chiqaruvchi va onkologiyagacha bo'lgan xavfli kasalliklar xavfini oshiruvchi 3 ta eng zararli mahsulot. Gap gluten, shakar yoki sut mahsulotlari haqida ketmayapti. Gap hozir muzlatgichingizda turgan narsalar haqida. Tayyor pomidor souslari va ketchuplar. Do'konda sotiladigan souslar tarkibida ta'm kuchaytiruvchi, glutamat, natriy va emulgatorlar mavjud. Bu moddalar ichak baryeriga shikast yetkazib, uning o'tkazuvchanligini oshiradi. Mikrobiotani yemiradi va shilliq qavatda surunkali yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Pivo, odatdagi glutenli pivo. Gluten ichak o'tkazuvchanligiga ta'sir qiladi, ammo alkogol undan ham agressivroq harakat qiladi. U shilliq qavat hujayralarini parchalaydi, natijada ichak ichida qolishi kerak bo'lgan toksinlar qonga so'riladi. Kartoshka fri va qizargunicha qovurilgan har qanday mahsulot. Yog'da qovurish jarayonida akrilamid, ya'ni kanserogen birikma hosil bo'ladi. U ichak shilliq qavatini shikastlab, uni teshib yuboradi. Go'yoki devorlarda mikroskopik teshiklar paydo bo'ladi. O'zingizni aldashga yo'l qo'ymang. Bugungi mahsulotlar bu 20 yil oldingi mahsulotlar emas. Agar salomatligingizni, gormonal tizimingizni va immunitetingizni asramoqchi bo'lsangiz, nima iste'mol qilayotganingizga e'tiborli bo'ling. Bu ma'lumotni saqlab qo'ying va yaqinlaringizga yuboring. Yanada muhim va ilmiy asoslangan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun profil shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling.